Assalomu alaykum Hoji tog'a. Siz nima bezda qilibdi? Men Qashqadaryo viloyatidan Qamash tumanidan keldim. O'zi aslida belim og'ridi. Juda kuchli og'riq bor edi. Keyin oyog'imga berdi. O'ng oyog'imda o'zimni o'ng oyog'imda ushlab tura olmay qoldim. Oyog'im kuchi yetmaydi. Oyog'im o'zimdan bo'ysunmadi. Bel og'riq kuchli. Bel og'riqdan shu oyoq og'rib og'ir holda men shu Jizzax shahriga keldimda, shu Jizzax shahrida shu Bekzod akaning Asl Nur klinikasini juda yaxshi deyishdi. Ko'plar shu yerdan davo topgan ekan. Hassa suyangan odamlar ham menga shu tushunchani berishdi. Asl Nurdan tuzaldim, yaxshi bo'ldim degandan keyin shu Asl Nurga qarab haydadim, shu Bekzod doktorni bir ko'rayim qani deb. Shu Bekzod doktor bilan uchrashdim. MRTni qog'ozini berdim. Haqiqatan ham shu MRT qog'oziga qaradi, mening orqamdagi umurtqalar orasidagi shamollashlar, girija holatlarini hammasini menga chiroyli qilib tushuntirib berdi. Davolanayotganingizga necha kun bo'ldi, tog'a? Davolanayotganimga o'zi asli 3 kun to'ldi shekilli, bugun 4-3 kun nasib bo'lsa. Qanday ahvolingiz? Juda chiroyliman, yaxshiman. Men roziman. Chunki adashmadim shekilli shu klinikaga kelib. To'g'risi, hozir oyoqda yuribman. Bellarimdan ukkol qilyapti. Men bunday ukkollarni birinchi marta ko'rishim. Umurtqamni orasidan ukkol qilyapti. Barakat topsin. Mana fizioterapiyalarga qatnayapmiz. Orqadan fizioterapiya nimalarni uskunalari bilan umurtqalar to'g'rilaydi ekan. Shu bilan mazza qilyapmiz, haqiqatan juda zo'r ekan. Mana hozir bu magnit terapiya muolajasidalar. Sizga yoqdimi klinikamizdagi sharoit? Klinikadagi sharoitni endi aytsam, menga hech qanday bir sizlarga yo bir ortiqcha bir nima qilayotganim yo'q. Bor narsani aytyapman. Noto'g'ri xayolga bormanglar. Men shu yerdan chiroyli shifo topdim. Fizioterapiyalar ham juda ham zo'r. Mana ikkita yigit, bir qizimiz o'z boshimizda turadi, o'zlari qo'yadi, o'zlari turg'izadi, verimiyasiga qaraydi. Qaysi yoqyapti, qaysi yoqmayapti. Juda mazza qilyapmiz. Mana hozir ham terlab, mazza qilib dam olyapman. Rahmat shu Asl klinika Nur klinikasiga, shu kattasiga ham rahmat, kichisiga ham rahmat. Bizni yaxshi kutib oldi. Ovqatlari ham zo'r. Umr uzoq bo'lsin. Shu vaqti bo'lgandan keyin qizlar kelib tahlil qilib ketadi, boramiz. Choyimiz tayyor, choy ichamiz. Xonamizga chaynak bilan damlab kelib beradi. Abdish suvlarni ham olib kelib beradi dorilarimizga. Bilmadim, juda chiroyli, juda yaxshi joy. Agar bel umurtqa bo'yicha, boshqa bel og'riq, oyoq og'riq bo'yicha juda ko'p kasallar bor. Hammasi oyoqqa turib sirg'a tushyapti. Bizlar gurum qilib turibmiz, opalarimdan, momalarimdan yaxshiman deydi, zo'rman deyapti. Men sizlarga ham ta'rif qilaman, agar vaqtlaring bo'lsa, o'zlaring jonlaring o'zlaringga kerak. O'zlaring uchun bir vaqt ajratinglar. Kelib ko'rsalaring, bor narsani o'zlaring ko'rib ketasizlar. U uyushtirilgan narsa yo'q. Men Qashqadaryodan keldim. Chunki o'g'lim shu yerda ishlaydi, shu yerda ta'rif qildi, menga yoqdi. To'g'risi. Men boshqa yerda davolanmayman, shu yerga kelaman. Umr uzoq bo'lsin, rahmat. O'zlaring kelib ko'p ko'rib, o'zlaring bir baho berib ketasizlar. Omon bo'linglar. Rahmat, salomat bo'linglar. Alloh hammaga shifo bersin, hammaga shifo bersin.